Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Bugun juda muhim mavzuni ko'taryapman. Mo'ren 8 avgustdan minimal pensiya 7374 so'm bo'larkan degan gaplar tarqayapti. Bu ma'lumot pensionerlar, nafaqa oluvchilar, ijtimoiy yordamga muhtoj oilalar. Shuningdek, ota-onasi yoki buyisi bobosi pensiya oladigan har bir inson uchun juda muhim. Chunki bitta noto'g'ri tushunilgan raqam odamni chalg'itishi, keraksiz vahimaga solishi yoki aksincha asossiz umid uyg'otishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Men bu raqam nimani anglatishi mumkinligini, minimal pensiya deganda aslida nima tushunilishini, kimlar xavotir olishi kerak, kimlar esa shoshilmasligi kerakligini oddiy tilda tushuntiraman. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday mavzularda vaqtida xabardor bo'lish pulingizni, huquqingizni va asabingizni asraydi. Avvalo eng muhim narsani aytaman. Minimal pensiya 774 so'm bo'ldi degan ibora oddiy odam qulog'iga juda g'alati eshitiladi. Chunki 774 so'm bugungi narx-navoda hatto bir kunlik eng oddiy ehtiyojlarga ham yetmaydi. Shu sababli men bunday xabarni ko'rganimda birinchi navbatda savol beraman. Bu raqam oylik pensiyami, kunlik hisobmi, qo'shimcha to'lovmi, indeksatsiyadan keyingi farqmi yoki umuman noto'g'ri tarqatilgan ma'lumotmi? Pensiya tizimida raqamlar ko'pincha bir nechta shaklda beriladi. Masalan, oylik pensiya miqdori bor, minimal yoshga doir pensiya bor, zarur ish staji to'liq bo'lmaganda tayinlanadigan pensiya bor, nogironlik pensiyasi bor, bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasi bor. Bundan tashqari ayrim to'lovlar oyga emas, kuniga foiz hisobida bazaviy miqdorga nisbatan yoki qo'shimcha ustama sifatida ko'rsatilishi mumkin. Oddiy odam esa minimal pensiya degan so'zni eshitishi bilan buni har oy qo'lga tegadigan umumiy pensiya deb tushunadi. Mana muammo aynan shu yerda boshlanadi. Oldin ham shunday holatlar ko'p bo'lgan. Ijtimoiy tarmoqlarda pensiyalar falon sanadan 2 barobar oshadi. Hamma pensionerlarga bir martalik pul beriladi. Minimal pensiya falon so'm bo'ldi degan xabarlar tarqaladi. Keyin odamlar pensiya jamg'armasiga, bankka, mahalla idorasiga borib so'raydi. Natijada ko'pchilikning vaqti ketadi, navbatlar ko'payadi, eng yomoni keksalar asabiylashadi. Aslida esa rasmiy hujjatda boshqa narsa yozilgan bo'ladi. Masalan, faqat ayrim toifadagi fuqarolarga, faqat ma'lum shart bilan yoki faqat hisoblash tartibidagi texnik o'zgarish bo'ladi. Shuning uchun men bugun birinchi navbatda sizga metodika beraman. Bunday xabarlarni qanday o'qish kerak, qanday tekshirish kerak, o'zingizning pensiyangizga ta'sir qiladimi, yo'qmi qanday aniqlash kerak. Asosiy qism 1. Nimalarni bilish kerak, kim xavotir olishi kerak va kim shoshilmasligi kerak. Minimal pensiya deganda odatda davlat tomonidan kafolatlangan eng kam pensiya darajasi tushuniladi. Ya'ni insonning ish staji, ish haqi, to'langan badallari mehnat faoliyati hisobga olinadi va pensiya hisoblanadi. Agar hisoblangan miqdor davlat belgilagan eng kam darajadan past bo'lsa, ayrim hollarda u minimal darajagacha yetkaziladi. Lekin bu hamma bir xil pul oldi degani emas. Pensiya har bir odamda alohida hisoblanadi. Masalan, birinchi misolni olaylik. Ahmad aka 65 yoshda, 35 yil ishlagan, ko'p yillar davomida rasmiy ish haqi olgan, pensiya hisoblash uchun yetarli stajga ega. Uning pensiyasi minimal pensiyadan yuqori bo'lishi mumkin. Agar internetda minimal pensiya o'zgardi degan xabar chiqsa, bu Ahmad akaning pensiyasi avtomatik ravishda aynan shu raqamga tushib qoladi degan emas. Aksincha, agar umumiy indeksatsiya bo'lsa, uning pensiyasi belgilangan foizga oshishi mumkin. Agar faqat minimal daraja o'zgarsa, u allaqachon undan yuqori olayotgani uchun sezilarli o'zgarish bo'lmasligi ham mumkin. Ikkinchi misol. Gulnora opa umrining katta qismini uyda bolalar tarbiyasi bilan o'tkazgan, rasmiy ish staji kam. Pensiya yoshiga yetganda unga to'liq yoshga doir pensiya emas. Balki stajiga qarab kamaytirgan yoki ijtimoiy nafaqa turidagi to'lov tayinlanishi mumkin. Mana shunday fuqarolar minimal daraja eng kamini to'lovlar. Ustamalar va ijtimoiy qo'llab-quvvatlashdagi o'zgarishlarga ko'proq e'tibor berish kerak. Chunki qonunchilikdagi kichik o'zgarish ham ularning oylik daromadiga ta'sir qilishi mumkin. Uchinchi misol. Rustam aka pensiya oladi. Lekin ish faoliyatini davom ettirmoqda. U 18 avgustdan minimal pensiya 7374 so'm degan xabarni ko'rib, endi mening pensiyam kamayadimi deb qo'rqishi mumkin. Men bunday holatda darhol aytaman. Hech qachon faqat sarlavhaga qarab xulosa qilmang. Pensiyaning kamayishi yoki oshishi faqat rasmiy qaror, qonun, farmon yoki pensiya jamg'armasi hisob-kitobi asosida bo'ladi. Ijtimoiy tarmoqdagi bir jumla sizning pensiyangizni o'zgartirib qo'ymaydi.
Endi 7374 so'm raqamiga alohida to'xtalaman. Bu raqam minimal pensiya sifatida juda kichik ko'rinadi. Shuning uchun u quyidagi narsalardan biri bo'lishi mumkin. Bir kunlik hisoblangan miqdor, biror qo'shimcha to'lovning kunlik ulushi, indeksatsiya farqi, noto'g'ri ko'chirilgan raqam, eski hujjatdan olingan parcha yoki umuman clickbait, ya'ni odamlarni bosishga majbur qiladigan sarlavha. Masalan, oylik to'lov 220 ming so'm bo'lsa, uni o'tib kunga bo'lganda taxminan 7336 so'm atrofidagi kunlik miqdor chiqadi. Shunda kimdir kunlik summani olib, minimal pensiya 7374 so'm deb yozib yuborishi mumkin. Oddiy tomoshabin esa buni oylik deb o'ylaydi. Mana shuning uchun raqamning yonida oyga kuniga, bazaviy hisoblash miqdoriga nisbatan qo'shimcha ustama degan so'zlar bor yo'qligini ko'rish kerak. Yana bir misol. Bir pensioner har oy takin 10 ming so'm oladi deylik. Hukumat pensiyalarini 10% ga oshirdi. Desak, uning pensiyasi taxminan 1000 so'mga oshib, takinsi taxminan 1000 so'm bo'lishi mumkin. Ammo boshqa bir odam 600 ming so'm olayotgan bo'lsa, uning oshishi 6000 ming bo'ladi. Uchinchi odam esa ijtimoiy nafaqa olayotgan bo'lishi mumkin va unga boshqa formula qo'llanadi. Demak, hamma uchun bitta raqamni eshitib, bir xil xulosa chiqarish mumkin emas. Kimlar albatta e'tibor berish kerak? Birinchidan, minimal darajaga yaqin pensiya olayotganlar. Ikkinchidan, ish staji to'liq bo'lmagan keksalar. Uchinchidan, nogironlik pensiyasi yoki nafaqasi olayotganlar. To'rtinchidan, boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha to'lov oladigan oilalar. Beshinchidan, yaqinda pensiya chiqmoqchi bo'lgan fuqarolar. Chunki hisob kitobdagi har bir o'zgarish ularga bevosita ta'sir qilishi mumkin. Kimlar shoshilmasligi kerak? Pensiyasi barqaror hisob kitob asosida tayinlangan, bank kartasiga har oy o'z vaqtida tushayotgan, oxirgi oylarda hech qanday qayta hisoblash arizasi bermagan fuqarolar birinchi navbatda rasmiy tushuntirishni kutish kerak. Bankomatga yugurib borish, kartani qayta tekshirish, mahallaga navbatsiz borish shart emas. Avval hujjatni tekshiramiz, keyin harakat qilamiz. Pensiya masalasida eng katta tuzoq bu hamma uchun bir xil deb o'ylash. Aslida pensiya tizimi juda individual. Ikki qo'shni bir yoshda bo'lishi mumkin. Ikkalasi ham 60 yoki 60 yoshda bo'lishi mumkin. Lekin biri 1 million 200 ming so'm, boshqasi 700 ming so'm olishi mumkin. Nega? Chunki ish staji, ish haqi, rasmiy ishlagan davr, imtiyozli staj, harbiy xizmat, bola parvarishi davri, hujjatlarning to'liqligi, arxiv ma'lumotlari hammasi ta'sir qiladi. Birinchi nozik jihat ish staji hujjat bilan tasdiqlanishi kerak. Men 20 yil ishlaganman deyish yetarli emas. Mehnat daftarchasi, buyruqlar, arxiv ma'lumotnomalari, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotlar bo'lishi kerak. Ayniqsa eski korxona yopilib ketgan bo'lsa, hujjat topish qiyinlashadi. Shuning uchun pensiya yoshiga yaqinlashayotganlar hujjatlarni oldindan yig'ishi kerak. Ikkinchi nozik jihat, ayrim davrlar stajga kiradi, ayrimlari esa maxsus shartlar bilan kiradi. Masalan, rasmiy mehnat shartnomasi bo'lgan davrlar. Harbiy xizmat, ayrim bola parvarishi davrlari, oliy ta'lim davri bo'yicha eski va yangi tartiblar farq qilishi mumkin. Shuning uchun qo'shnining holati siznikiga to'g'ri kelmasligi mumkin. Unga qo'shib berishdi. Menga nega yo'q? Degan savolga javob ko'pincha hujjat va qonundagi shartlarda bo'ladi. Uchinchi nozik jihat, pensiya oshishi bilan qo'lga tegadigan pul bir xil ko'rinmasligi mumkin. Masalan, odam kredit to'layotgan bo'lsa, aliment yoki boshqa majburiy ushlab qolishlar bo'lsa, bank kartasiga tushadigan summa kamaygan ko'rinadi. Aslida pensiya oshgan bo'lishi mumkin, lekin ushlab qolishlar sabab qo'lga kamroq tegadi. Shuning uchun bankdan yoki pensiya jamg'armasidan hisob kitob varaqasini ko'rish kerak. To'rtinchi nozik jihat. Bu 18 avgustdan degan sana har doim ham pul shu kuni kartaga tushadi degani emas. Rasmiy hujjat kuchga kirgan sana bo'lishi mumkin. Hisob kitob esa keyingi to'lov oyida aks etishi mumkin. Ba'zan qayta hisoblash orqaga qarab amalga oshiriladi va farq keyinroq to'lab beriladi. Masalan, hujjat 19 avgustdan kuchga kirdi, lekin pensiya to'lovi sentabrda qayta hisoblandi. Bu normal holat bo'lishi mumkin. Muhimi sizning shaxsiy hisobingizda o'zgarish qayd etilganmi yo'qmi? 5-tuzoq firibgarlar. Pensiya mavzusida vahima paydo bo'lsa, ayrim firibgarlar pensiyangizni oshirib beraman. Minimal pensiyaga qo'shib berish uchun ariza yozib beraman. Karta raqamingizni yuboring. SMS kodni ayting deb odamlarni aldashi mumkin. Men ekspert sifatida qat'iy aytaman. Hech kimga SMS kod bermang. Pensiyani oshirish uchun telefon orqali karta paroli so'ralmaydi. Davlat idorasi sizdan Telegram orqali karta rasmini, PIN kod yoki bir martalik kod so'ramaydi.
Agar kimdir shunday so'rasa, bu firibgarlik belgisi. 6 nozik jihat, minimal pensiya va minimal iste'mol xarajatlari bir xil tushuncha emas. Ko'pchilik bularni aralashtirib yuboradi. Minimal iste'mol xarajatlari aholining eng zarur ehtiyojlarini hisoblash uchun ishlatiladigan ijtimoiy iqtisodiy ko'rsatkich bo'lishi mumkin. Minimal pensiya esa pensiya tizimidagi to'lov miqdoriga tegishli. Ikkalasining nomida minimal so'zi bor, lekin ma'nosi boshqacha. 7-nozik jihat, pensiya va nafaqa ham bir xil emas. Pensiya odatda mehnat staji va badallar bilan bog'liq. Nafaqa esa ayrim hollarda ijtimoiy yordam sifatida tayinlanadi. Shuning uchun pensiya oshdi degan xabar har doim nafaqa ham aynan shuncha oshdi degani emas. Rasmiy hujjatda qaysi toifa sanab o'tilganiga qarash kerak. Yoshga doir pensiyalar, nogironlik pensiyalari, o'quvchisini yo'qotganlik pensiyalari, ijtimoiy nafaqalar, kompensatsiyalar yoki ustamalar. Endi eng kerakli qismga o'tamiz. Agar siz yoki yaqinlaringiz pensiya olayotgan bo'lsa, mana bunday yo'l tuting. Birinchi qadam, xabar manbasini tekshiring. Agar ma'lumot Telegram kanalida noma'lum sayt yoki sensatsion salavati chiqqan bo'lsa, darhol ishonmang. Rasmiy manbalarni ko'ring. Prezident hujjatlari e'lon qilinadigan rasmiy portallar, hukumat qarorlari, pensiya jamg'armasining rasmiy sahifalari, Adliya vazirligi axborotlari, rasmiy hujjatda raqam, sana, kimlarga taalluqli ekani aniq yoziladi. Ikkinchi qadam, xabardagi raqam nimaga tegishli ekanini aniqlang. U oylik summami, kunlik summami, foizmi, bazaviy hisoblash miqdoriga bog'liqmi, qo'shimcha to'lovmi? Agar yetidi suvchi 74 so'm deyilgan bo'lsa, yonida kuniga degan so'z yo'qmi? Hisob kitob uchun degan ibora yo'qmi? Minimal pensiyaning bir kunlik miqdori kabi tushuntirish yo'qmi? Albatta tekshiring. Uchinchi qadam, o'zingizning pensiya turini biling. Siz yoshga doir pensiya olasizmi? Nogironlik pensiyasimi? O'quvchisini yo'qotganlik pensiyasimi yoki ijtimoiy nafaqami? Buni bilmasangiz, pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling yoki hujjatlaringizdagi tayinlash qarorini ko'ring. Chunki har bir turda hisoblash qoidasi boshqa bo'lishi mumkin. 4-qadam, hujjatlarni tartibga keltiring. Sizda pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, mehnat daftarchasi, ish stajini tasdiqlovchi ma'lumotnomalar, arxiv hujjatlari, bank karta ma'lumotlari, nogironlik bo'yicha tibbiy hujjatlar, o'quvchisini yo'qotganlik bo'yicha guvohnomalar bo'lishi kerak. Agar pensiyangiz noto'g'ri hisoblangan deb o'ylasangiz, aynan shu hujjatlar kerak bo'ladi. 5-qadam, yozma murojaat qiling. Og'zaki so'rash yaxshi, lekin bahsli holatda yozma ariza muhim. Arizada shunday yozishingiz mumkin: menga tayinlangan pensiya miqdorini qayta tekshirib berishingizni. Ish stajim va ish haqi ma'lumotlarim asosida hisob kitobni yozma tartibda tushuntirib berishingizni so'rayman. Arizada FEShi, pasport ma'lumotlari, yashash manzili, telefon raqami, pensiya turi va muammoni aniq yozing. Ariza nusxasini o'zingizda olib qoling yoki elektron murojaat bo'lsa, ro'yxatga olingan raqamini saqlang. 6-qadam, bankdagi tushumlarni tekshiring. Ba'zan odam pensiyam kamaydi deydi. Aslida bank kartasidan avtomatik to'lov, kredit, kommunal qarzdorlik yoki boshqa ushlab qolish bo'ladi. Bank ilovasidan kirim-chiqim tarixini ko'ring. Agar tushunarsiz yechim bo'lsa, bankdan izoh so'rang. Pensiya jamg'armasidan esa aynan qancha pensiya hisoblanganini so'rang. Shunda muammo bankdami yoki pensiya hisob kitobidami bilib olasiz. 7-qadam, yaqinlaringizga tushuntiring. Ayniqsa keksalar internetdagi sarlavhalarga tez ishonib qolishi mumkin. Ularga hech kimga kod aytmang, karta rasmini yubormang, pul oshirib beraman deganlarga ishonmang deb qayta tushuntiring. Agar buvingiz yoki otangiz pensiya olayotgan bo'lsa, ularning telefoniga kelgan shubhali xabarlarni birga tekshiring. 8-qadam. Agar haqiqatan ham xatolik bo'lsa, jim turmang. Pensiya hisobida xato bo'lishi mumkin. Stajning bir qismi kiritilmagan, ish haqi ma'lumoti noto'g'ri olingan, arxivdan kelgan hujjat hisobga olinmagan bo'lishi mumkin. Bunday holatda murojaat qiling, qayta hisoblashni so'rang. Agar javobdan norozi bo'lsangiz, yuqori turuvchi tashkilotga yoki qonuniy tartibda shikoyat qilish huquqingiz bor. 9-qadam, pensiya yoshiga yaqinlashayotgan bo'lsangiz, oxirgi oyga qoldirmang. Erkak yoki ayol pensiya yoshiga yetishidan ancha oldin mehnat daftarchasini tekshirtirishi, arxiv ma'lumotlarini yig'ishi, eski ish joylaridan ma'lumotnoma olishi kerak. Korxona tugatilgan bo'lsa, arxivdan so'rov yuboriladi. Hujjatlar tayyor bo'lsa, pensiya tayin jarayoni ancha osonlashadi. 10-qadam, raqamlarni o'zingiz uchun yozib boring.
Har oy qancha pensiya tushdi, qaysi sanada tushdi. Oldingi oyga nisbatan farq bormi? Hammasini daftar yoki telefonda qayd qiling. Bu oddiy odat, lekin keyin bahsli holatda juda yordam beradi. Menimcha kam tushdi degandan ko'ra, iyulda falon so'm, avgustda falon so'm tushgan. Farq falon so'm deb aytish ancha kuchli dalil bo'ladi. Demak, azizlar, 12 avgustdan minimal pensiya 774 so'm degan gapni eshitganingizda darhol vahima tushmang va darhol ish olib ham qolmang. Bunday raqam oylik pensiya sifatida mantiqan juda shubhali ko'rinadi. U kunlik hisob, qo'shimcha ulush, noto'g'ri talqin yoki umuman chalg'ituvchi sarlavha bo'lishi mumkin. Eng to'g'ri yo'l rasmiy manbani tekshirish. Raqam nimaga tegishli ekanini aniqlash. O'zingizning pensiya turini bilish va kerak bo'lsa yozma murojaat qilish. Men sizga doim shuni maslahat beraman. Pensiya masalasida hissiyot bilan emas, hujjat bilan harakat qiling. Sarlavhaga emas, rasmiy matga qarang. Mishmishga emas, hisob-kitobga tayaning. Shunda na firibgarga aldanasiz, na o'zingizga tegishli puldan bexabar qolasiz. Agar sizning pensiyangizda oxirgi oylarda o'zgarish bo'lgan bo'lsa, kommentariyada yozing. Qaysi hududdansiz? Qaysi turdagi pensiya yoki nafaqa olasiz? Qancha farq sezildi? Men keyingi videolarda eng ko'p berilgan savollarga alohida javob beraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni ota-onangizga, bu bobolaringizga, pensiya yoshiga yaqinlashayotgan tanishlaringizga yuboring. Chunki to'g'ri ma'lumot ba'zan puldan ham qimmat turadi.